alaykum barcha hurmatli obunachilarimiz. Mana sizlarga navbatdagi ulovlarimizni video obzorini boshladik. Xo'p, razmeriga keladigan olsak, uzunasiga 4 metr, buyog'iga 2.30, to'rtta 50-60 pufigimiz, 6 ta yostig'imiz bor, kalyonli oynali stolimiz, xon taxtamiz. Xo'p, nimaga bunaqa razmer desanglar, bu surxondaryolik akamiz shunaqa razmerli ishimizni zakaz qilgan. Nodirbek mana shunaqa razmerli ish qilib bering, men chunki 30 sm menga hanna sig'may qoladi degan uchun 4 metrga uzuni, kalta tarafi 2.30 qilib qilingan. Stoliga keladigan olsak, razmeri eni 85 ga, uzuni 2,5 metr, 6 oyoqli qilib qilingan. Xo'p, bu haligindaqa kalyonli oynali stolimiz. Mana ustiga chiqib 70 kilodan oshaman deganman u. Mana sizlarga dokazati ustiga chiqib yurib beryapman. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, bunimizning narxi shu komplektimizni zakaz qilgan akamizga 7,5 million so'mga qilib berdik. Xohlasanglar 4.30 ga 2.30 ni ham shunaqa narxda qilib beramiz. Bu rangimizga yiltiroq svet aralashtirmagan edi akamiz. Uka mana shu yiltiroqlarni qo'yib bering, xonga moslab degan uchun qilib berdik. Xudo xolasa kimga qanaqa yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar, bitta kommentariy yozib qo'yasizlar. Yoqdi yo yoqmadi deb turib yozib qo'ysanglar, fikringizni bildirib qo'ysanglar, shunga qarab turib keyingi zakazlarimizga ham yiltiroq qo'yaylikmi, qo'ymaylikmi shuni aytasizlar. Keyin yiltiroq qo'yilmagan varianti ham bor, shuni ham ko'rsatib o'taman. Ichilariga keladigan bo'lsak, 100% sasna yog'och, rossiyskiy pampers prujina mo'yshiy material. Material ham bo'lib ham qalin materialda. Orqalari ham o'zini materialda qilingan. Xo'p, oynasiga keladigan bo'lsak, kalyonli oynamiz mana. Qalin kalyonli oynamiz akvarium qilib ishlangan. Stollarini, tumbalarini yoniga sursangiz, barabar spalniy vazifasini ham bajaradi. 7,5 million so'mga vodiy bo'ylab dastavkasi ichida tekin 100 ming so'm zaklat berasizlar, bo'ldi. Toshkent yo boshqa viloyatlarga bo'ladigan bo'lsa, arzonroq shopurlardan iloji boricha chiqarib beramiz, xudo xolasa chiroyli qilib. Xo'p, yana bitta xuddi shunaqa rangimiz, yiltiroq aralashtirmaganimiz, 4.30 ga 2.30, buni ham 4 ta pufiga, mana shunday xon taxtasi bor. Buni pulini jicha yengilroq qilib beraman, chunki nimaga sababi? Xon taxtamiz jicha ensizroq bo'lib qolgan. Mabodo agar yo'q, xon taxtasini 50 roq qilib bering deganlarga qilib bera olamiz. Kim birinchi bo'lib telefon qilganga shu ugalog'imizdan 5,5 million so'mdan o't beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkasi tekin, qolgan joylarga bo'lsa kelishilgan holatda qilib beramiz. Razmeriga keladigan bo'lsak 4.30 ga 2.30. Bu ham 100% sasna yog'ochda, pampers prujinalari ham rossiyskiy. Bir qarish teri chiqib qolsa bekarga beraman deyman. Xuddi shu gapim. Stoli 6 oyoqlik, o'rtadagi oyog'ini mana bunaqa chiqadigan qilib qo'yganmiz. Domlarga yo bo'lmasa hovlilarda, masalan eshiklari torroq bo'ladigan bo'lsa, olib kirishga udobniyroq qilib shunaqa qilganmiz. Xo'p, o'yinchoq yo'q, mo'yshiy material. Asha aytib o'tganimizdek, xonlari uzunligi 275, eni 90 emas, bu 80. 80. Shuning uchun kim birinchi bo'lib telefon qiladigan bo'lsa, nalishnikda bitta mononimiz bor. Murojaat qilganlarga, birinchi bo'lib murojaat qilganlarga bonus qilib chiqarib beramiz, xudo xolasa. Bonusi bo'ladigan bo'lsa, bonusini Surxondaryoga xudo xolasa inshaalloh ertaga jo'natamiz. Kimda qanaqa fikri bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozinglar, xudo xolasa fikringlarni, izohinglarni kutaman. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Sizlar bilan doimgidek Nodirbekman. Telegram, WhatsApp, email bor shu nomerda, nomerga aloqaga chiqa olasizlar.